Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz operatsion tizimlarda evolyutsiyasi, zamonaviy mexanizmlar haqida gaplashamiz. Hop, operatsion tizimlarda demak boshlanish evolyutsiyasi 1950-yillardan boshlanar ekan va u doimiy ravishda rivojlanib kelgan va rivojlanib kelmoqda hozir ham. Har bir yangi avlod oldingi avlodni kamchiligini bartaraf etgan. Yildan yilga yangi operatsion sistemalar ishlab chiqarilgan va undan oldingi ishlab chiqarilgan operatsion sistemalarda kamchiliklari bartaraf qilib borilgan ekan. Yanada samarali bo'lgan va qulay yechimlar taklif qilingan. Demak, 1950-yilda demak batch processing, demak dastlabki kompyuterlar demak qo'lda boshqarilgan. Har bir vaqtni o'zida faqat bitta vazifani bajargan. 1960-yilga kelganda endi multiprogramming, demak multiprogramming kashf qilingan. Bir vaqtni o'zida endi bir nechta dasturni bajarish imkoniyati paydo bo'lgan. Hop. Hop, batch processing davrida demak 1950-yilda kompyuter texnologiyasi hali o'z rivojlanishini dastlabki bosqichida bo'lgan. Hop, IBM 701 kabi dastlabki kompyuterlar to'liq qo'lda boshqarilgan. Va foydalanuvchilar bevosita kompyuter bilan ishlashi kerak bo'lgan. Bu qanday bo'lgan? Demak, ish jarayoni qanday bo'lgan? Foydalanuvchi kodni qo'lda kiritgan. Misol uchun o'sha dasturiy ta'minotlarda va ishlatiladigan dasturiy ta'minotlar kodlari har bittasi alohidadan qo'lda kiritib chiqilgan. Kompyuter demak bir vaqtni o'zida faqat bitta vazifani bajargan. Boshqa vazifani bajarish imkoniyati bo'lmagan. Faqat bitta vazifani bajaradi, undan keyin boshqasini bajaradi. Hozirgi kompyuterlarimiz bir vaqtni o'zida bir nechta amallarni parallel bajaradi. Demak, har bir vazifa tugamaguncha, demak, keyingisi kutish kerak bo'lgan. Bitta vazifani berilgan bitta topshiriqni bajarib bo'lmagunga qadar ikkinchisi kutib turgan. Uzoq kutish vaqtlari demak samaradorlikni pasaytirgan. Bu davr demak operatsion tizimlarning haqiqiy ma'nodagi paydo bo'lishidan oldingi davr hisoblanadi. Kompyuterlar demak ko'p vaqt bo'sh turgan. Chunki foydalanuvchilar dasturlashni tayyorlash, natijalarni tekshirish uchun ko'p vaqt sarflagan. Demak, kompyuterda o'sha 90% dan ko'proq qismi bo'sh turgan. Nima uchun? Chunki dasturiy ta'minot oldin yozilishi kerak, tekshirilishi kerak, keyin kompyuterga kiritilishi kerak. Bu demak kompyuterdan samarasiz ishlashga olib kelgan. Endi 1960-yildan boshlab o'sha multiprogramming demak paydo bo'lgan. Demak, bunda bu yangilik o'sha operatsion tizimlar fanidagi umuman operatsion tizimlardagi inqilob bo'lgan. Zamonaviy operatsion tizimlarni asosini tashkil qilgan bu. G'oyasi qanday bo'lgan? G'oyasi demak bir vaqtni o'zida bir nechta dasturni xotirada saqlash va ularni navbat bilan bajarish imkoniyati yaratilgan. Demak, o'sha paytdagi 1960-yildagi demak multiprogramming hozirgidaqa bo'lmagan ekan. Unda ham endi xotirada saqlangan ekan va o'sha saqlangan demak dasturiy ta'minotlar navbat bilan ishlagan ekan. Maqsad nima ekan? CPU va tizim resurslaridan maksimal darajada foydalanish. Endi bu CPUdan qanaqasiga maksimal ravishda foydalanishimiz mumkin deydigan bo'lsak, hop, CPU bitta vazifani bajarib, ikkinchisi kelgunga qadar bo'sh turgan. Bu narsa tizimda samaradorligini tushirib yuborgan. Demak, bu yerda nima qilingan ekan? CPU va o'sha tizimdagi boshqa resurslar, xotira, demak shulardan maksimal darajada foydalanish demak maqsad qilingan ekan. Keyingisi natija qanaqa bo'lishi kerak? Kompyuterda o'sha bo'sh vaqti sezilarli darajada kamayishi kerak. Biz protsessorni hech qachon bo'sh qo'ymasligimiz kerak. Demak, protsessor qancha bo'sh qolsa, demak o'sha tizimda samaradorligi tushib ketaveradi. Demak, bitta vazifa bajarilishi bilan ikkinchisi kelishi kerak. Demak, o'sha multiprogramming paydo bo'lishi bilan operatsion tizimlarning haqiqiy ma'nodagi rivojlanishi boshlangan. IBM System 360 va undan keyingi demak tizimlar bu texnologiyadan keng foydalanilgan. Macintosh va Windows kabi zamonaviy operatsion tizimlar ham o'sha multiprogramming tamoyillariga demak asoslangan ekan. Hop. Asosiy xususiyatlari. Demak, CPUni doimiy bandligi. Men yuqorida aytib o'tdim, demak CPU bitta vazifani bajarib bo'lgandan keyin keyingisini kutish davri bor.
shu bitta vazifani bajarib bo'lgandan keyin keyingisini iloji boricha kamroq kutsin. Bu nima degani? Bitta vazifani bajarib bo'lishi bilan keyingisi tayyor tursin degani. Xo'p, demak dasturlar navbat bilan ishlagan va CPU deyarli hech qachon bo'sh turmagan. Demak, sekin bu narsaga erishila boshlangan ekan. Bir dastur kiritish chiqarish demak amallarini demak kutayotgan paytda boshqa dastur demak CPU dan foydalangan. Bu tizimni samaradorligini sezilarli darajada oshirgan. Hop, kiritish chiqarish amallarini demak parallel bajarish. Bu dastur demak disk yoki boshqa kiritish chiqarish qurilmalari bilan ishlayotgan paytda boshqa dastur CPU dan hisoblash amallarini bajarsin. Xotiradan samarali foydalanish. Bir necha dastur bir vaqtning o'zida xotirada saqlanadi va operatsion tizim ularni boshqaradi. Xotira bo'sh qismlaridan maksimal foydalanishni ta'minlanadi va tizim resurslarini tejamli foydalanish amalga oshiriladi. Tizim resurslaridan ham o'sha CPUdan ham, keshlardan ham, operativ xotiradan ham demak samarali foydalanish bu tizimni nima qilar ekan? Samaradorligini oshirar ekan. Demak, multiprogramming tizimini samaradorligi asosan dasturlarning xususiyatlariga bog'liq bo'lgan. Agar dastur ko'p kiritish chiqarish amallarini bajargan bo'lsa, multiprogrammingdan foyda ko'proq bo'lgan. Ammo barcha dasturlar faqat hisoblash ishlari bilan band bo'lib qoladigan bo'lsa, unda bu afzallik kamroq. Hozirgi kompyuterlarimizda endi bu multiprogramming yanada rivojlangan va ko'p yadroli protsessorlar uchun optimizatsiya qilingan. Bu esa haqiqiy parallel ishlov berishga demak imkoniyat bergan. Demak, biz hozir bu ko'rib chiqayotganlarimiz 1960-yildagi o'sha multiprogrammingning xususiyatlari. Demak, hozirgi kunda demak bu nima qilingan ekan? Ko'p yadroli protsessorlar uchun bu narsa optimizatsiya qilingan ekan. Endi har bitta texnologiyani ham, qurilmani ham afzalligi bor, kamchiligi bor. Deyarli mukammal ishlaydigan qurilma ham, dasturiy ta'minot ham yo'q. Uni albatta qanaqadir kamchiligi bo'ladi. Multiprogrammingning ham shunaqa kamchiligi bor ekan. Bu afzalliklari ko'p, lekin baribir kamchiliklari bor. Demak, bu kamchiliklar qanaqa ekan? O'sha paytdagisi demak, bu kamchiliklar keyingi avlod operatsion tizimlarining demak rivojlanishi uchun demak turtki bo'lgan ekan. Uzoq kutish vaqti. Xo'p, uzoq davom etuvchi jarayonlar demak, boshqa jarayonlarni tugaguncha uzoq vaqt kutishga majbur bo'lib qolgan. Bu ayniqsa interaktiv ishlar uchun juda noqulay edi va foydalanuvchi tajribasini yomonlashtirgan. Ba'zi dasturlar soatlar demak kutish kerak bo'lgan. Kichik vazifalar ham uzoq kutish kerak bo'lgan. Foydalanuvchi real vaqtda hozir buyruq berib, hozir natijani ola olmagan. Nima uchun? Chunki bu joyda ham baribir ketma-ketlik borda. Berilgan jarayonni bajarib bo'lgunga qadar bitta jarayon tugatgunga qadar ikkinchisi kutgan. Hozirgi demak zamonaviy demak operatsion tizimlarimizda bu narsa yana ham rivojlangan va murakkab boshqaruv. Jarayonlarni boshqarish, rejalashtirish juda murakkab masala bo'lgan. Operatsion tizim qaysi dasturni qachon ishga tushirishi kerakligini to'g'ri hal qilishi kerak bo'lgan. Bu joyda borda resurslarni taqsimlash, jarayonlarda o'rtasidagi o'sha konfliktlar bo'ladi, xotirani boshqarishdagi murakkabliklar bo'ladi. Bular hammasi o'sha tizimga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Interaktivligi yo'qligi yana bitta kamchiligi. Foydalanuvchilar o'zlari dasturlarini ishlayotgan paytda ular bilan interaktiv ravishda ishlash imkoniyatiga ega bo'lmagan. Bu juda cheklovlarga sabab bo'lgan. Real vaqtda o'zgarish imkoniyati yo'q bo'lgan. Natijalarni darhol ko'rish mumkin bo'lmagan. Bu narsalar multiprogrammingda demak o'sha boshida demak kamchiliklar hisoblangan. Demak, bu kamchiliklar 1960-yillarning oxirlarida hop, o'sha tizimda yana ham boshqa texnologiyalar demak yaratilishi oqibatida nima qilingan ekan? Bu narsa yana ham takomillashib borgan ekan. Hop, endi multiprogrammingda hozirdagi ishlashi, hop, hozir qanaqa ishlaydi? Yutuqlari qanaqa oldingiga nisbatan? Yana kamchiliklari bormi? Bu fikrlarni keyingi darslarimizda sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Buguncha darsimiz tugadi. E'tibor uchun rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.